Diqqat, shoshilinch xabar. Butun ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan mudhish hodisa sodir bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini ham bosib qoldirishni unutmang. Avvalroq Moskva viloyatining Odinsovo shahrida 15 yoshli maktab o'quvchisi tojik millatiga mansub ekani aytilgan 4-sinf o'quvchisini pichoqlab o'ldirgani haqida xabar berilgan edi. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazan Rahimzoda Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokosov bilan telefon orqali gaplashib, mazkur masalani muhokama qildi. Bu haqida Tojikiston ichki ishlar vazirligi xabar bermoqda. Aniqlanishicha, hujum oqibatida vafot etgan Qobuljon ismli bola Tojikiston fuqarosi bo'lgan. To'g'ridan-to'g'ri telefon muloqotida shunday dahshatli jinoyatlar jamiyatdagi vaziyatni keskinlashtirishi va boshqa radikal millatchi guruhlarni shunga o'xshash harakatlarga undashiga sabab bo'lishi mumkinligi ta'kidlandi, deyiladi Tojikiston ichki ishlar vazirligi bayonotida. Kolokosov esa allaqachon fojiani obyektiv har tomonlama tergov qilish bo'yicha barcha chora-tadbirlar ko'rilganini ma'lum qilgan. Shuningdek, bugun 17-dekabr kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ushbu voqeani qoralagan va vafot etgan bolaning yaqinlariga ta'ziya bildirmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ham sodir bo'lgan voqea munosabati bilan Tojikistonga hamdardlik bildirgan va voqeaning obyektiv tergovi uchun zarur barcha choralarni ko'rishga va'da bergan, deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni ham yodingizdan chiqarmang.